Koreyada oson va tez boyib ketishni xohlaysizmi? Unda shu videoni ko'ring. What? Ertalabdan o'ng tomoningiz bilan turib, o'zingizga yoqqan birorta chiroyli kiyimingizni kiyib oling. Koreyada oson yo'li bilan tez boyib ketishni xohlasangiz, unda sizga 1000 yoki 2000 won kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma kiyimlaringizni cho'ntagini titkilab, pul bormi yo'qmi qarab chiqing. Menimcha hammaning kiyimlarida shunaqa nalichka pullar qolib ketsa kerak. Men aynan shu kiyimimni ko'p kiyaman, shuning uchun cho'ntagidan 10000 won topib oldim, lekin 10000 won emas, 5000 won ham yetadi. Koreyada boyib ketishimga shunaqa qilib pulni yaxshilab cho'ntakka solib, kiyinib, eskirgan oyoq kiyimingiz bo'lsa, o'shani kiying. U omadliroq bo'ladi. Okay. Ko'chaga chiqib, agar iloji bo'lsa, sizni uyingizga uzoqroq joylashgan loto magaziniga boring. Shunaqa qilib loto olishdan oldin miyangizdagi hamma duolarni, hamma suralarni yoddan aytib chiqing. Undan keyin xayolingizga kelgan hamma sonlarni belgilab, shanbagacha kutsangiz bo'ldi. Omad!